Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana bugun 14-fevral shanba kuni 2026-yil. Mana qo'ylarimizni ko'kka olib chiqib boqib yuramiz. Mana qo'zichoqlar. Qo'zilar. Lantirib boqib yuramiz. Yantoq, ko'k, mana chiqqan tayyor yantoq tayyor. Shuni aylantirib mana boqib yuramiz. Boya 1-2 soat oldin quyoshni hozir mana bulut bosdi yana. Bugun kechga yana yomg'ir yog'adimi deyman. Kechqurun yomg'ir yoqqandi. Yana bugun yomg'ir yog'adimi deyman. Yana aylantirib boqib yuramiz ko'kda. Ko'kda ham payti keldi mana xudo xolasa. Hamma joy ko'm-ko'k bo'lib ketdi. Mana hadimay daraxtlar ham kurtak ochadi. Barglar chiqaradi. Mana qo'ylarimiz. Yurishibdi. Juda mahol qo'ydi mana shu. O'zi ko'rinishdan ham ma'lumku. Bir xurro ming tortadi. Qaytarib o'tdi odamni. Ay. Mana shuni bitta ko'zi ko'r bo'lib so'yilishgacha borgandi. So'yilmay mana qoldi. Mana shu qo'zichani tug'ib berdi bizga. Tomoshabinlar ko'ring. Mana aytibdi alabaylar. Bo. Oqtoy turdi, Oqtoy. Oqtoy bo. Oqtoy ba. Oqtoy kelyapti, bo'ynoq. Polvon yotibdi. Shunday qilib bugun kunimizni mana o'tkazyapmiz. Bugun soat 11:39, 2 dan 40 minut o'tgan. Qo'ylarimiz mazza qilyapti bular. Qala qarin to'yib yotmayapti ham abid qilib olaylik desa. Bir paytlar chavuri qilgan mana shu yerda. Chavuri kirib ketgan. Oqtoy keldi. Mana qo'zichoqlar. Qo'zilar. Qo'zilarim yaxshi bu ikkita endi ekizchilar sutga sal qiynalgan qo'ylar. Qo'zichalari maydaroq, qolganlari mana yaxshi yirik. Chiroyli dumbalik qo'zilar tushgan. Hadimay sotuvga chiqadi, aloqada bo'lib turinglar. Sotuvga chiqsa birinchi o'rinda shu aziz podpischilarga qo'yaman, sotamiz xudo xolasa. Bo'ynoq keldi. Oqtoy yotibdilar mana. Mana qo'ylar.